Assalomu alaykum barchaga azizlarim. Bugun men sizlarga mandarin haqida buketni ko'rib hayratlanib qoldim. Nima oti, nimaga odamlarga nima podarka berishda o'ylanib yurganlar mana shunaqa buketlar yasab, o'zi qo'lda yoki birovlarga yasatib, a, nima qilsa, sovg'a qilsa, hadya qilsa judayam ajoyib hadya bo'larkan. Gul yoki shokoladlardan yasatsa ham bo'laveradi, lekin mandarindan yasatsangiz, apelsindan yasatsangiz mevalardan ajoyib buket nima qiladi. Xohlasangiz internetga kirib yasalganini qanday yasashni ko'rsangiz ham bo'laverar ekan. Mandarin yana odam organizmiga foydalari ham juda ham ko'p ekan. Men internetdan kirib qaradim. Dedim mandarinda juda ham foydalari ko'p. 3-4 ta mandarinni olib, yana eng qizig'i qizlarimiz uchun bu ma'lumot, yarim litr suvga solib 30 daqiqa davomida yaxshilab qaynatarkanmiz-da. 30 daqiqa davomida qaynatganingizdan keyin uni iliq holda yuzga bir kunda 2-3 mahal suramiz. Yuzdagi dog'larni, ajinlarni ketkizishda, yuzni taranglashtirishda juda ham katta yordam berar ekan. Yuzni tiniqlashtirishda mandarin juda ham katta yordam beradi. Bugungacha mandarin haqida bilgan ma'lumotlarim mana shulardan iborat. Albatta menga eng yoqadigan tomoni mandarindan tayyorlangan buket bo'ldi. Albatta birontaga hadya qilish uchun kayfiyatni ko'taradigan hadya bo'ladi. Mandarindan buket tayyorlab ko'ringlar qizlar. Biron kun o'zim tayyorlab, xudo xolasa video qilaman-da chiqaraman. Sog' salomat bo'linglar qizlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha mandarindan buket tayyorlasam, albatta uni ham internetga qo'yaman. Mevalardan aralashtirib tayyorlamoqchiman. Juda ham havasim keldi. Bir dugonam tayyorlab qo'ygan ekan, uni ko'rib men ham tayyorlayman dedim. 5-6 ta mandarin ketadi. Unaqa ko'p emas, lekin kayfiyatni ko'taradigan hadya bo'ladi. Keyingi videolarimda ko'rishguncha qizlar, hammalaring Allohimga omonatsizlar. Sog' salomat bo'linglar.